Olmasin, musofirdan telefon qilganlar savdosi bo'layotgan joyga 1 million kesib qotamiz. Savdosi bo'lib turgan bo'lsa aka, 9 million savdosi bo'lib turgan bo'lsa 28 ga beramiz. Musofirdaylar-chi? Musofirdan telefon. Mana shu joyga bittadan lakni bosib, siraz aloqaga chiqmasak bo'lmaydi. 29 savdosi bo'lib turgan bo'lsa 28 ga borib baraka qilamiz aka. Ha, joni sog' bo'lsin. Mana musofirlarni hamma hurmat qiladi, tanijon. Kelsa yana hurmat qilib yana tushib beraverasiz. Agar mabodo eshigimga kelib savdo qilishib oladigan bo'lsa, yana xursand bo'lamiz. Ha, joni sog' bo'lsin. Bundan maliki ustida ko'rib olsa aka, real ko'rib, hamma yo'g'ini ko'rib olsa aka, biz ham xursand bo'lamiz aka. To'pat odamni yuzi issiq. Albatta aka, soqqan sutini eng qizig'i bakalarga qo'yib beramiz, o'zi olib ketadi. Ha, jon. Elyor aka, eng qizig'i sizni YouTube kanalda eng arzon mollar, sinaqda, ishonarlik, o'zi olsak uyimizga olmasak tushimizga kiradi degan gapingiz, mashhur gaplaringiz bor. Xuddi shunaqa joydan sizlarga qidirib, istab topib keldim. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan ekran orqali diydorlashib ko'rishib turganimdan g'oyat xursandmiz. Bugungi videoni o'tkazib bermaysizlar, bo'g'ozni puliga ena bola sigir olasizlar. Shu joyga mashalloh otangizga, onangizga rahmat deyish esdan chiqmasiz. Bugungi video roliklarimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Qo'rg'oncha mahallasiga Elyor akamlarni chorvasiga yetib kelganmiz. Hammamizni umrimizga, xonadonimizga, chorvamizga Allohdan baraka so'rab, obzorni qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib, talashib, tortishib, mana hali birortasiga narx aytilgan yo'q. Qachon baraka bo'lgandan keyin shunda muhim bo'ladi. Xudo xolasa urmasdan, qirmasdan vodiy bo'ylab mutlaqo bekarga. Elyor aka, biz vohadan ko'ryapmiz deydiganlarga Xudo xolasa vohaga ham kelishadi. Qo'lni berib, shuni odamni yuzi issiq. Bittasini sog'ib ko'rib, shuni mana shu yoqda Elyor bey o'g'lim, qancha aytding, shunisidan tushib berasan desa, sizni gapingizni yerda qoldirmaydigan inson. Qani ketdik. Unaqada obzorni boshlaymiz kuttirmasdan. Assalomu alaykum. Elyor aka, sonlarsiz yaxshimi? Ko'rishmaganimizga ancha bo'lib ketdi aka. Obunachilarimiz bizimizlar aka. Joni tinchmi aka? Sizlar bilan charchamang. Ha, dam olish qilib, sekin mana bunaqa terib olib chiqib. Omali o'tgan safar ham chiroyli mollarni xalqimizga yetkazib beramiz. Bu safar ham aka go'zallarini, keyin narx arzon. Arzon bo'lsin, suti ko'p bo'lsin. Maza qildirsin yigitda xonadonga borganda aka. Inshaalloh. Sutidan bir muammo qilmaydigan bir go'zal mollar bo'lsin deganlarga aka terib qo'ydik 4 ta aka. 4 tamiz tayyor aka. Bitta kamera aylantirib yuborasiz aka, yana Bismillahirrohmanirrohim. Qani. Mol juda ham ko'p. Molagan xilidan bo'lsa aka telefon qilishaveradi aka. Inshaalloh Xudo xolasa. Aka bularni arzonlarini qilib ko'rsatamiz aka. Narxlari ham aka endi nima deydi biz Ondan kambuz demaymiz, xudo xolasa bozorlarga solishtirib ko'rishib aka, kommentariyada kutib qolamiz aka. Bo'ldi. Arzonmi? Kurashishini bir qator ko'rsatib beraveramiz, a? Ko'rsatib qo'yaylik aka. Bismillahirrohmanirrohim. O'zingizlar kuragiga qarab baho ham beraverasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu birinchi molimiz deylik. Mana aka. 8 kurak 8 kurak, 6 kurak to'liq, 8ni chiqaribdi, 8 kurakga hisob. Mollarda dimlangan, dimlanmaganlariga ham aka, anaqa qilishaveradi aka. Sog'imlarini ko'rsatib aka mollar, hammasini aka. Bu ikkinchi. Dimlanmagan aka, vobshe. Greenfordimiz. Bu Greenford qo'yamizmi? Greenfordlardan hozirgi dantda sut bo'yicha chempion. 6 kurak aka. To'liq 6 kurak, 8-ni yetishgan yo'q aka. To'g'ri, ko'ringlar. Xudo xolasa Greenfordlar ham juda ham beg'am mol bo'ladi, yesa sut beradigan mol bo'ladi. Xudo xolasa mashq qilishigacha joni kichkinogani bilan aka 10 ta tepasi sog'yapmiz. 10 ta. Asha 10 ta yolarsin, to'ppa-to'g'ri. Bu estonlar kamayib ketgan. Mana qarang aka. Shuni qarang, lapatga. Ko'rib qo'yinglar. Chista lapatga aka. Xudo xolasa bu bolani ham berib qo'yibdi, o'ziga o'xshaydigan. Bolani ham aka zo'r aka. Bolani ham yaltiratib aka. Omma qo'y. Qamaliga o'ta qamali aka. O'zi suti ham ko'p ekan. Adash, mana uni qarang. Dumini keng ekanda, ashi dumi keng mollar suti ko'p bo'ladi. Xudo xolasa Elyor beylardan yaxshi bolalar chiqadi, yomon bolalar chiqmaydi. O'zingizlar bilasizlar. Bolalarimizni suti kam unaqasi bo'ladi, yog'i kam bo'ladi. Sut olgani bilan deydigoniga aka bolasini ko'rsatmaysiz. Mana tishi aka. Aka mashina tishi rosa oppoq ekan, oshqozoni zo'r ishlaydi ekanda aka. Xudo xolasa. Addenni tema deyin. Bola aka xonachim bo'lgani bilan kelib. Novosdan zo'r deyin. Shemon qarang. Iloyim 2026-yil chorva yili baraka olib kelsin-da aka. Uyga kim olsa ham. O'ta yog'li. Voy joni sog' bo'lsin. aka. Bugun o'tkazib bermasdan sirazi ekrandagi nomerga aloqaga chiqib, mashina zavat qilib, Farg'onaning Quvasini Qo'rg'oncha mahallasiga haydor deydigan qo'ying aka. Narx-navolarga aka kommentariyada kutib qolamiz. Narx-navo qimmat, arzon. Biz endi ondan qimmat qilaylik, bundan qimmat qilaylik, bomba qilamiz. Aka,
naqd aytganimizda o'zi kommentariyada kutib qolamiz aka. Jonisi. Bombami yoki salyutmi? Bo'ldi gapi. Qani, boshlayveramiz. Xudo xolasa yetalab yurishtirishlarni ko'ryapsiz. Endi pul sanab bergandan keyin yurishtirishini ham ko'rib olish kerak. Shuning uchun. Elyor aka, birinchi molni ham olib chiqib oldik. Bolachasi shved eng qizig'i. Tutay to'rtta joyida. Ha. Yosh bo'lsin degan aka, joni kichkina bo'lsin, bir qo'ltiq o'tga to'ysin-da. Ko'pgina sut bersin. Katta molni sutini bersin deydi. Atganisi kelsin. Sababi haligi tikolar bilasizmi? Ozgina bezi rasxod qilasiz, lekin ana shu jentira topganda ham, ko'p topganda ham pulini topadi-da. Xudo xolasa. Bitta kambag'alni boy qiladigan mol. Chunki nimaga hozirgi dani momentda suti o'zini qoplaydi, bolasi emib yuradi. Siz bir tirikchiligingiz ham o'tib turadi. Xudo xolasa qora qozon qaynab turadi-da. Adash buni nechta sutga berasiz endi? Aka, hozir 10 ta, 11 ta, 11 ta oshib solyapti aka. Ha. Biz 10 taga beraveraylik, Ha. chiroq yashaveraylik. Ashnaqa, albatta 10 taga bersak, Oshirroq sog'ib yoki aka kam sog'ib qo'ysa aka. ekrandagi nomerga telefon qilib, Elyorbek, tanijoning sog' bo'lsin. O'zi senda 11 ta 12 ta berayotgan ekan, menga 10 taga beruvdi. Xuddi ikkovimiz bir xil baqamiz ekan, menda ham 12 ta beryapti deb duo qilib sog'ib ichsin. Keyin bir tomoni bor aka, sabg'asi ham bor. Ha, Qirg'iziston parodi. Ha, Qirg'izistondan tushgan endi bu. Ha, mana. Orqa tarafida Deb qo'yamiz, ha, Qirg'izistondan tushgan endi bu aka. bular shuning uchun ham Qora shvedlar deydimi? Shunaqa. qora shved deysizmi, qora kalpat deysizmi? Lekin bolasi shved. Xunachi ko'pasi. Bolani zo'r berib qo'ygan aka. Adash, siz bilan aqlashishni keragi yo'q, tortishdi. Mana o'zingiz bilasiz, oldin ham yaxshi chiqargansiz, yaxshi mollar xalqimizga berib, bu safar ham eski obunachi Elyorbek o'g'lim qimmat bo'lib ketibdi, demasin. Shuning uchun hoji enamlarni o'ylab, hoji otamlarni o'ylab yopishtirib narx ayting. Yaxshi inson ekan, oldin maza qildim desin. Aka, mana shu mollarga 34-35 million so'm aytsam ko'taraveradi-da. Sizga yarashmaydi-da, yarashadi desangiz 36 ham aytavering. Bolasi ham aka, bolasi ham aytaveradi aka. Ha. 30 million so'm aka, vodiy bo'ylab dastakasini qilib bersan nima deysiz? 30 millionga. Ha, Ha, joni sog' bo'lsin. Aka, vodiy bo'ylab qilib berasiz. vodiy bo'ylab dastakasini qilib beradi. Endi aka, siz sahiy inson, siz bilan qancha talashsak yarashaveradi. 29 millionga mana hurmatimni obunachilarga berasiz. 500 ming o'tib bering. Hay, 500 olsa xursand bo'lib ketyapman, qaytib verdim aka, 500 ming. Aka, sizga biz yerda qolguncha aka shaytonni bo'ldi. Ha, joni sog' bo'lsin aka, sizdaqa insonlar ko'payib ketsin. Maza qilsin deymiz. Xudo xolasa O'zbekiston bilan telefon qilishaversan, yetkazib berishda dastakasida muammo yo'q aka. Aytganingiz kelsin. Xolasa aka. Ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa 29 million, kami hech-bich, kami sizlarda. Xayriga o'tadi. Aytilgan baho hech qaysinisi muhim emas. Kelib, ko'rib, tepasida savdo qilsanglar, xullas rosa ko'p o'tib beradi-da, qisqa qilib aytganda. Joninglar sog' bo'ling. Ikkinchi molimiz. Mono chiqdi ikkinchi molimiz ham. Ko'rib qo'yinglar. Xudo xolasa tutaylari katta-katta, soqqanda maza qilib sog'adi. Bular zavatskiy to'qol bo'ladi. Ko'pi bularni sutiga ketadi. Hali kuchi deydi, shoxiga ketmaydi. Shuning uchun to'qol bo'ladi. Shuning uchun suti ham ko'p mollardi. Ko'rib turibsizlar. Adash, bu nechinchi bolasi? Uchinchisi? Uchinchisiga olursin, mollarni birartasini tish bosgan, tish yalagan, unaqalari yo'q. Yuvoshligidan umuman muammo yo'q. Kelib o'zingizlar hojina bemalol Elyor akam bilan savdo qilib, gaplashib, sog'orasizlar. Ko'rganga umuman pul yo'q, eshigi ochiq. Ko'rasiz, qaysi biri mol yo'qsa, dida har xil hammani. Shunisini olib ketaverasizlar-da, shuning uchun. Adash, nechta sutga beramiz buni? Aka, buni ham 10 taga beraylik. Ha, buni ham 10 taga beraylik. O'zi asli suti ko'p. 10 taga olursin deyishyapti. Bularlarda sirg'alari bor. Sirg'alari nimaga deganda, bular emlatilgan. Shuning uchun hozir doktor akalar emlatib ketganlarni quloqiga sirg'a taqib ketadi. O'zidir qanchaga emlagan bo'lsa, shunisini belgi bo'ladi-da. Kimikigadir bunaqa nomer tushadi, kimikigadir unaqa nomer. Elyor aka, buni ham haqiqiy buni suti ko'p. Estonga tortadi baribir. Bularda suti shirin bo'ladi, sariq bo'ladi. Aka, mashlarda aka Greenfordni mana Greenfordga tatishgan bo'lishi mumkin, balki toza Greenford bo'lishi mumkin. Endi menda chiqmagan aka. Aha. Bilmayman, to'shlasini aka. To'ppa-to'g'ri. Sizga ham tirikchilik. To'g'risini aytish kerak. Dehqonchilik deb birovni aldab. Aytib ketaylik, bolasini qo'shganmiz aka. Ha, bolasi qo'shma. O'zini bolasi 3 kunlik bo'lganda nobud bo'lgan. Ha. Endi biz eplarni qaramay qolibmiz. Bugunga tushib qolgan. Ha. Aka, bu bolani qo'shib qo'yganmiz. Xo'p. Bir muammosi yo'q, boshqasi yo'q. O'sha O'zini bolasida o'zini bolasida qaraydi aka. Ana. Elyor akanga bunday narsaki, to'g'risi halol pulini harom qilgisi yo'q. Mana o'zi aytayapti. Yana men ham aytgan, qo'shilgan o'zini bolasi emas, nobud bo'lib qolgan ekan.
Mana shu bo'zakdagi emizni mana shu bo'zakka yeb, ishlari hamma yo'q aka, o'zini bolasidek. O'zini bolasidek bo'lib qolgan. To'g'rimi? Mana bolasi, bolachasi ham o'zini enasidek bo'lib yuribdi. Joningiz sog' bo'lsa aka. Nima qilamiz? Bularga aka 36, 37 narx aytishyapti. Hop. Chiqarishib olib. Endi siz aytmaysiz. Unaqa 35 ham yo'q. Ha, joningiz sog' bo'lsin. 34 ham yo'q. Ayya, yana tushing. Ha. 33 million so'm. Yana bitta tushing. Oddiy bo'ylab. Yana bitta tushing, bor baraka qilamiz. 32 million so'm. 31 million mana sizdan kelsa obunachilar. Menim aytib. Jon aka. Ay, yo'q, qanaqa tushib keldingiz, endi to'xtab qolyapsiz-ku. Tushdingiz. Bo'ldi, gap yo'q. Mana aka, 31 millionga o'zimni maktabimni yaxshi ko'rganim. Bizdan olib baraka To'ppa to'p. Aka, ko'yingiz molga to'lib yotibdi aka. Bitta mol bilan kamayib qoladimi molingiz? Bitta duo qilsin, bitta like bosib, duo qilib qo'ysin. Xudo xolasa maza qiladi olgan odamlar. Molda yurishlar aka. Umuman tinnaqcha g'ubori yo'q, xudo xolasa. Sasoslari ham zo'r ekanda, katta-katta ekan. Olib kelaveramiz. Endi bu ikkinchi molimiz bo'ladi. Uchinchi molni olib chiqamiz. Qaysi mol yoqqan bo'lsa 1 2 deb rasmga olib tashaverasiz. Endi Uchinchi molimiz. haqiqiy Estonni buni baqqan biladi, baqmagan o'zi biladi. Bu molni umuman maqtash kerak yo'q. Molga tushunmaydigan inson ham juda yaxshi biladi. Mendan ko'ra, sizdan ko'ra. Nimaga? Buni suti o'ta ham qo'yiq. Bolani ham yirtib qo'ygan. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, tayni ham ko'rib turibsizlar. Sasoslari ham to'rtta joyda oppoqlarda. Maza qarizi yo'q ekanda, adash krediti ham yo'qmi qarang. Bolani ham jonivorni go'zalligini. Buni lekin suti ko'p. Endi bilmadim hozir qancha berayotganini. Elor akam sog'ib ko'ryapti. Elor aka nechta tushyapti faqiringizga? Aka 12 ta 13 ta olyapti bu. Xo'p. Faqirga tushayotgan. Buni ham 10 ta qilaylik, esda qoladi. Buni ham 10 ta qilamiz aka. Mollarimiz hammasi 10 tadan beramiz. 10 tadan beraylik, to'g'ri gapirdingiz. Ha. Ana bo'lmasin, mana ko'rdinglar. 10 tadanga beraveraylik deyishyapti. Nimaga esda qolarligi uchun. 11 ta desak ham bo'laveradi. Misol 10 tadan kuniga sut topshirib tursangiz, endi hozir 5 kunda ratchot qilyapti. 5 kunda ratchot qilib tursangiz, chakana kepay olasizmi? Chakana bu endi ana jiyanlarda ham daftar uchkasiga. Ashuni aytaman-da, ozgina o't bilan. Hozir ko'ko'lamlar ham mana ko'karib ketdi. Hamma yoqda o't chiqyapti. 10 ta sutga. 3-bolasi buniki. Adash 3-bolasi. Tishi lapatga. Hamma ko'rdi. Videoni qaytarib yana bittadan ko'rib olinglar. O'tamiz aka, o'ta yumshoq aka, maza qilib sog'adigan aka mollarimiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Elor aka, buni ham. Aka talashmayman sizga zo'rdan qaytaman aka. Aytavering-chi, talashman desam, talashing deb yolg'onchi bo'lib qolmaylik endi ashuncha. Ha. Greenford bilan bir qilib qo'ysam nima deysiz aka? Qancha? 31 million so'm. 31 da qolding bunda. Mening maktabimda. Ha? Bo'pti aka. Yo 30 da qolib aytmoqchi. 31 asha aytgan narxim ham buni 31 ga beraveraman. Ha 30 o'zingiz aytib qo'ydingiz, o'ylab bilan bir xil deb qo'ydingiz. Aytdi qaytasizmi? Mana aka men ham talashimman. O'g'zingizdan chiqib ketdi. Bor baraka 30 millionga. Ha joningiz sog' bo'lsin. 30 millionga 10 ta sutga olinglar, xudo xolasa sutidan chiqarib olasiz pulini. Mana bu sizlarga bonus bo'lib qolib ketadi. Agar keyin yana qo'yib 5-6 kundan keyin yaxshi yem bersangiz, kunjaralar yalab tursiz, bir haftada buqaga tushib oladi. Qo'yib qo'ysangiz, ko'rib turibsiz-ku, bitta bo'lib sotmasangiz, 2 ta bo'ladi, keyin 3 ta bo'ladi, molingiz ko'payib ketaveradi. Tez telefon qilasizlar. Ashida aytaman-da, bunaqa narxga to'g'risini aytsam, bo'g'ozini ham qimmat aytishaveryapti. Xudo xolasa gap bo'lishi mumkin emas. Sirazi adashib ketgan joyiga bo'ldi-da, omali. Go'zal bo'ldi, narxi ham hamma bob bo'ldi. Mana shu joyiga lakni gumbillatamiz. 3-molni olib kirib qo'yapmiz. Endi oxirgi molimiz chiqadi, 4-molimiz. Lekin suti ko'p mash molni-chi o'ta maza qiladi olgan odam. Haqiqiy buni mana shu tepadan kelaylik, Toshkent sevadi. Qo'qon sevadi, Yazyovon sevadi, Farg'ona Quva sevadi. Keyin nimaga? Bularda suti ko'p. Olalarda hozirgi momentda hamma sutga ishlayapti-da. Bolasini ko'rsatingda, o'zi qanaqa ko'rib qo'yishadi aka. Bitta qo'yiqligini deyin. Bu mollarni to'g'risini aytganda maqtashni kerak yo'q, o'zini o'zi maqtaydigan. Tutaylar. Ammo qo'yil, gap bo'lishi mumkin emas. Buni ham endi 10 tasiga beramiz. O'zim aytib beray sutini Elyor aka. Buni ham 10 taga beramiz. Ha, buni suti ko'p o'zi, asli suti ko'p. 10 taga nimaga? Chunki molni orqalari pachka, bolasi ko'rinib turibdi. Bemalol omali olgan odam maza qiladi. Puli o'zi bilan ketadi. Nimaga? Puli o'zi bilan ketadi deyapman. Molni suti ko'p. Bolachasi novvosdan ko'ra xunajin yaxshi. Nimaga? Zoti ko'payadi-da. Novvos bo'lsa, jicha qiliq qilsa, sotib beradi. Xudo xolasa, Ha. hibrid beribdi aka. Ashunaqa xudo xolasa, mana sementalga ham chatishgan.
Nima qilamiz endi? Oxirgisini bonus qilmasak bo'lmaydi, Elyor aka. Oxirgi molimizni. Buni bolasi ham polvon ekan, suti ham ko'p ekan, o'zi ham katta ekan degan unaqa yo'q aka. Ha. Tanjoni so. 30 millionda qoldi deyman. Ha. Vaqti talashmaysiz. Xo'p. Aka buni ham bonus qilib bering, priz qilib bering. Bo'ldi akajon. Aka ashlar bilan narxi bir xil. Bir xil. Bitta joyda olganga aka, uchovini bitta joyda olganga aka O'zbekistonni bayrog'i hilpirab turgan joy hisob telefon qilib so'rasa. Ana bo'lmasa. Dastlabkasi bepul bo'ladi uchovini olganga. Uchovini olgan odam. Ko'rib turibsizlarmi? Omali uchovini bitta joyga olgan odam Qashqadaryo bo'lasizmi, Qoraqalpog'iston chegarasidan bo'lasizmi? Elyor akamdan bo'ladi, muammo yo'q. Olib boradi, zakilat tashlaychilar qolganini uylarda borganda ko'rib, 4 ta 5 ta qo'shnini chaqirib, molga tushunadigan, agar tushunmasangiz, tekshirib olib, sho'pir akalar kutib turadi, soqqincha. Aka dumini uchidan tortib shaqani uchigacha aka tekshirib olib tusanashadi. Ha joniso. Bu ham 30 da qoldik. Bu ham 30 da qoldi. Omalet 3 tasi 30 bo'lsa 90 bo'ladi. Ey, kommentariyada yozib qoldirsa narx-navoga. qalay bo'lyapti? Narxni yondirib tashlayapti. Joni hisobisa shunaqa akalar ko'paysin, xalqimiz mazza qilsin. Molni yuvoshligini ko'rib turibsiz-a? Hali tayini o'tib ketadi, o'zingizlar hayron qolasizlar. Qani ketdik. Bularni sog'ib ko'rsatib beramiz endi. Ha joni hisob. Ha. Bitta yuvoshligini. Qana tushishini. Hali to'ro apparati. Bu yerda ko'rib turibsiz-a? Qo'yib yotibdi. Mollar birantasi dimlanmagan. Ha, Mo'qar degani ham aka kommentariyaga yozaversak. Ha. Qarab turing. Mollar birartasi o'zini urib, emaman, qonni mosh degan yo'q. Mollar xaltasi ham agar buni dimlasa, Elyor akam chotiga sig'may ketadi. Chotiga sig'dirmayman aka dimlasam aka. Ha, unaqa qilib kerak yo'q, deng. Omali bo'zaydi og'zi tegsa, iyi deganda, mana ko'rib turibsizlar, shunaqa yaxshi mol, suti ko'p mol shunaqa bo'ladi. Bo'zaydi og'zi tegsa, qo'lis tegsa, misol, yeyib ketadi. Omali bolasi ham shvet ekan. Endi enasi Qirg'iziston kalpatlaridan shoxini uchida qorasi bor. Bu yog'i oppoq, qulog'i mana kesilgan, bilkasi ham bor ekan, qulog'ida sirg'asi olib tashlashgan ekan endi. Buni qarang. Omali go'zal, haqiqatdan. Lekin bugungi narxlar bor-ku, bunday solishtiringlar, narxlar ko'tarilib ketyapti. Chorvador akalar juda ham yaxshi biladi. Elyor aka? Bizda unaqa yo'q aka. Ha, bizda unaqa mana. Bizda unaqa yo'q aka. Mana qarang. Nima qilyapsan ham demaydi, zuvachkasi og'zida. Voy joni sog' bo'lsin akajon. Kelaverasiz ekanda unaqada, eng qizig'i Farg'ona viloyati Quvvat tumani Qo'rg'oncha mahallasiga. Shuni qarang, shuni. Narigi tarafdan. Xullas ham qisqa qilib aytganda, bitta molga bitta odam yetadi. Ikkinchi odam kerak emas. Hali qashlab turing, shoqidan ushab turing, munnidan ushab turing degan narsalarni miyelarga keltirmanglar. Molni yuvoshligi yuvoshmi bo'ldi. Sut qo'lingizda. Nimaga? Kepayni bersangiz, kepakka yarasha sut sog' olasiz. Kunjara bersangiz, kunjara qimmat kepaydan. Ko'proq sut sog' olasizda. Xullas kerak. Mana qarang. Voy jonisi. Adash, agar malol kelmasa, mashinga bir quyib bersak mana. Voy joni sog' bo'lsin, akajon. Molni haqiqiy. Qaymoqdan avordik. Buni lekin to'g'risi endi narxlar aytilib bo'ldi. Sizga ham aytib beraman, obunachilarga. Adash, bo'g'ozdan arzon qo'yib verdingiz mollarni. Bizda reklamaga bas. Sotamiz. Maqsad sotish. 500 ming qoladi aka, sotamiz aka. To'ppa-to'p. Bizda aylanaveradi. Nimaga? Arzonroq sotsangiz ko'proq sotadi. Hali 2 million foyda qilaman, 1 million foyda qilaman deb uni 3 kun 4 kun ushab turgandan 500 ming qolsin, halol qolsin, tez-tez. Qo'lga zamanda kuniga 1000 ta sotaman degandan ko'ra aka, 20 sentdan qolsin aka, 3000 ta sotib qo'yay. To'ppa-to'g'ri. Oshini aytaman-da. Sentga hisob qilsangiz ham narsalarda aka. Ashini albatta, lekin buni ham qozig'lari zo'r ekan. Omali bitta tushishini ko'ramiz, lekin mol haqiqatdan zo'r mol. Olgan odam yana jichcha mehr berib, qashlab, jichcha ko'klarga chiqib bo'lsa, sut qo'yaverasiz. Ertalab bir paqir, kech payt bir paqir sog'ib kelasiz. Mana shunaqa paqir. Mana shu menimcha 10 litr kamida, yoki bo'lmasa 12 litrdir. 10 litr hisoblagancha ertalab bitta sog'ing, kech payt bitta sog'ing. 20 ta sut bilan siz hazillashyapsiz. Sutchilar mahallangizda 6000 olyapsa, siznikini aytaverasiz 7000 dan olmasi. Buni suti yog'li birinchi o'rinda. Siz sutni ko'p topshiryapsiz. Hozir hamma sutga ishlayapti. Xuddi shunaqa bo'lib qoldi aka. U to'g'risida moldan to'g'risi foyda qilyapti. Sigir baqqallar foyda qilyapti. Sutini puli yonga qolyapti-da. O, teshiklari ham katta ekan-a, dasha. Aka qo'shnilar jalva qilmasa bo'ldi, plastmassa paqirga sog'ishingiz kerak ekan buni.
aka, like bosib ko'rish olsin aka, tushiga qarab aka. Ha, joni sog' bo'lsin. Tushiga qarab aka. Aha. Go'zal ekan haqiqatdan. Molni yuvvoshligiga besh ketdi. Mana qarang, uzoqdan olib beryapman-ku. Sababi nimaga? Uzoqdan olsangiz hamma yo'g'i ko'rinadi-da. Narigi mol ham ko'rinyapti, mana bu mollar ham ko'rinyapti. Ammo qo'y. Hojina, sizlar kelib istolchani beradinglar ekan, sog'asizlar, sutini olib ketaverasizlar. Buni qarang. Mana. Osilib tortsangiz ham g'iring demaydi, sekin soqsangiz ham indamaydi. Вообще mol Tog'im tanlamaydi aka. Xudo xolasa Soqsa bo'ldi aka. hojinamlar yaxshi molga uchradi-da bugun. Qolgan odamlarchi. Buni qarang. Voy joni sog' bo'lsin. Biz sog'ib beraveramiz. Masalan, 10 minutlik video 20 minutlik bo'ladi. Shuning uchun sizlarga qisqa qilib sog'ib berganimizning sababi ko'rganga pul yo'q deyapmiz-ku. Omali mashina bola ham zo'r berib qo'yibdi, omali esdan-da. Gapirlashni qarang, bolani aka. Vo, bu ham sirazi. Iydi. Iydi, ko'ryapsizlarmi? Yaxshi mol shunaqa. Og'zi tegsa bo'zadi yeb ketadi. Lekin aka badan ham toza ekanda buningizda. Suvayi buzuq. Buni qarang, xoltani qarang. Xoltani ham qarang. Вообще zo'r ekan. Ha bu istullar adash molni hali oxiriga baylash kerak-da. Mol yemaydi-yu. Ashi mol mashi bo'ladi hali yeyib. Suraverasiz. Hamma mollaringiz 2 paqirdan suvsa bu 4 paqir ichadi. Nimaga deganda yeyishi zo'rda. To'g'risi. Omalik go'zal, haqiqatda. Erkak kishi sog'ayotgan molni ayol kishi ko'zini yum. Ayol kishi ko'zini yumib qoladi aka. Adash bu molingiz ham hozircha sog'ib berdiz-ku, Greenfordni. Rasi yeb ketdi aka. Iydi aka. Vabshi yedi. Ashuni aytyapman. Bu videodan keyin sog'asiz. Tezda sog'ib ber. O'zi aka sog'imi yumshoq aka, tez sog'adigan. Aha. Xudo xolasa olgan odam inshaalloh baraka topsin deyman-da. Nimaga? Chunki baribir xudo xolasa endi to'g'ri bozorda kimdir arzon mollar bozorda bor deysizlar. Elyor akamning uyini bilasiz. O'zini videoda ko'rib turibsiz. Telefon nomerini bilasizda, shu taraflari zo'r. Ana. O, porlab tushyapti-yu, ha? Mazza qilar ekanda. Elyor aka o'zi oyoqlarini ochib stokalari turishlari zo'r edi buni. Zo'r turib berar ekan. Ha, oberib picha gaplashib turavermadi, bir paqir sog'ib qo'yasiz, Elyor aka. Qarang. Bo'lsa moling shunaqa bo'lsin-da. Qarang. Ko'z tegmasin. O'rasa iydi bu ham, adash. Bu iydi aka. Ibrasi iydi, o'zi sog'orishingiz kerak, porlatib. Beramiz, video ko'payib ketsa aka. Ko'pchilik kommentarda yozishyapti, video ko'payib ketyapti, oxirigacha ko'rolmayapmiz. To'g'ri, kimdir haqiqatdan ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Birarki joyda internet yaxshi, birarki joyda to'g'risi slabi ishlaydi, kimdir megabayti oz. Qisqa qilaylik, lo'nda qilaylik. Omali zuvachkalar og'zida. Sizlar ham qarang. Elyor aka mononi qarang. Mondaqa atalalarni qilib beradi ekan. Mononi qarang, atalarni. Shunda albatta sutini ko'paytiraveradi-da. Sizlar ham kepaymi, kunjara, nima bo'lsa olib qo'shib. Kamida 10 ta stop turgandan keyin aka bu odam orinmasa kerak aka, atalar qilib berishga boshlagan. Nechta? O'zini o'zi baqib aka, uyga anaqa ham bo'ladi-da. Aka buni Kassa ham bo'ladi aka. o'tini ham kerak, o'zidan chiqqan axlatini tezak qilib, to'g'rimi? Xuddi shunaqa aka. Shuna qopni bu musirda salafan, hozir hamma yoqda salafan palman. Bitta yig'ishtirib kelib, shuni qilib qo'ysangiz, Bir qaynada aka atalar pishadi. bo'ldi, pishadi. Mana shu bu atalarda sutni qanaqa beradingiz? Yog'dirib tashlaydi. Bularga sut nima desam bular muhim emas, mana bolalari muhim. O'zi ko'proq bular sutdan bolalarga qo'yib beradi, bolalari diringlab turadi. Keyin birorta bo'zaydi, 4 ta mol bo'lsa birortasini ichi o'tmagan. O'zingizlar kelib ko'rib olaverasizlar. Faqat 4 ta aka, ichkarida turgan mollarni ham bolalarim ko'rsatmayapsiz. Ha. Ularni ham ko'rib qo'yasizlar. Biz bu mollar qarang, ayiq bo'lib ketgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sog'lishini qarang, anom qarang. Voy go'zalligini. O'zimiz tarafdagini hamma birinchi mol sog'ayotganda chap tarafidan, orqa tarafidan chap bo'lsa o'zi tarafni sog'adi. Keyin u tarafga o'tadi, orqa tarafdan o'ng tarafiga. Men bir narsalarga qoyil qolganimni, mollar yuvoshligiga shunga maza qildim. To'g'risida, nimaga? Og'zida zuvachkasi bilan turibdi aka. Qarang, zuvachkasi og'zida ko'yishni qaytarib turibdi. Bekarga aytmadim. Aytilgan baho boshidan aytib o'tib ketay, birortasi muhim emas.
Qachon baraka bo'lgandan keyin shundan muhim bo'ladi. Ungacha hech qaysinisi. Elyoruzdan oldim deb telefon qilasizlar. Hoji tog'a lakasa tashlashib beradi. Xudo xolasa bozordan arzon bo'ldimi? Bozorda narx-navosini ham ko'ryapsiz, gugutchasi yonib ketaman deydigan narx-navo bo'lib ketdi. Mana uydan oling deb bekorga aytmayapman. O'zini taniysiz, o'zini ko'rgansiz, YouTube'da ko'rib turibsiz, nomerini bilasiz. Yana hali gapimiz qolmasin. Musofirdan telefon qilganlar savdosi bo'layotgan joyga 1 million kesib qolamiz. Savdosi bo'lib turgan bo'lsa aka, 9 million savdosi bo'lib turgansa 28 ga beramiz. Musofirdaylar-chi? Musofirdan telefon. Mana shu joyiga bittadan lakni bosib, siraz aloqaga chiqmasak bo'lmaydi. 29 savdosi bo'lib turgan bo'lsa 28 ga borib baraka qilamiz aka. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Mana musofirlarni hamma hurmat qiladi, tanijon. Kelsa yana hurmat qilib yana tushiveraverasiz. Agar mabodo eshigimga kelib savdo qilishib oladigan bo'lsa, yana xursand bo'lamiz. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Bundan maliki ustida ko'rib olsa aka, real ko'rib, hamma yo'g'ini ko'rib olsa aka, biz ham xursand bo'lamiz aka. To'pat odam yuzi issiq. Albatta aka, soqqan sutini eng qizig'i bakalarga qo'yib beramiz, o'zi olib ketadi. Ha, jon. Tugastigan bo'laveradi, adash. Qo'limizdan kelgancha obzor qildik. Aka, mollarni ko'tarishga bitta ko'rsatib qo'ying. Mashalloh. Menga sutliroq kerak, kattarog'i kerak deganlar ham qo'yib qo'yishadi. Molni hali to'g'risini aytganda hali boshi bor, oxiri yo'q deylar. Mollarni qarang, sog'lomligini, mana qarang. Mollari ham toza bo'lsin deganlarga aka mana. Sutlari o'ta dahshat, oralarini qarang, qanaqa kengligini. Olsin, maza qilsin, pul o'zi bilan kessin deyman. Joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan biz xayrlashmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Qani ketdik, birgalashib ko'ramiz. Sog' bo'ling.